2023-2024 Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga hamda 2025-yilda migratsiya agentligiga xorijga ishga yuborish xizmati uchun to'lov qilgan, ammo ishga jo'nab ketmagan fuqarolar mablag'lari qaytariladi. Buning uchun elektron tarzda ariza yuborish kerak. Postda berilgan havola orqali xorijda ish platformasiga kiring, o'zingizga qulay usulda ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng to'langan mablag'ni qaytarish oynasi ochiladi. Avvalo, ketishni rejalashtirgan davlat nomini tanlang. So'ng to'lov amalga oshirilgan yilni belgilang. Ishlab turgan telefon raqamingizni kiriting. SMS xabar shu raqamga yuboriladi. To'lov qilgan summangizni kiriting. Agar kvitansiyani saqlab qo'ygan bo'lsangiz, uni ham yuklang. Xohlasangiz izoh ham qoldirishingiz mumkin. Endi asosiy qism bank ma'lumotlarini diqqat bilan kiriting. To'lov qaytariladigan plastik karta egasining ismi sharifini yozishni unutmang. 16 ta sondan iborat plastik karta raqami, 20 ta sondan iborat bank tranzit raqami, 9 ta sondan iborat bank stir raqami, 5 ta sondan iborat bank info raqami. Barcha ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng yuborish tugmasini bosing. Telefoningizga tasdiqlovchi SMS xabar keladi. E'tibor bering, bank ma'lumotlarini kiritishdan avval plastik kartangizni olgan bank filialiga murojaat qilib, raqamlarini aniqlashtirib oling. Arizangiz migratsiya agentligining tegishli boshqarmasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, mablag'ingiz ko'rsatilgan kartaga o'tkaziladi. Ariza yuborish muddati 2026-yil 20-martgacha.